Xo'p, assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Andijondan Xurshidbek Mebel Uz kanalida yangilik fasonlarimiz bilan bugun yana sizlarda e'tiboringlar markazida bo'lishga harakat qildik. Sifatli Andijon mebellarini yong'oqdan, bunaqa chinordan boshqacha sifat mana stollariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Chiroyli qilib ishlab chiqardik. 10 ta 12 ta odam sig'adigan uголogimiz. Buni ko'pchilik sotib olishga ham ulgurdi. Endi birinchi emas, bu eksklyuziv emas. 2-3 ta video qo'ydik. Xudo xolisa yoqadigan narsalarni taklif qilyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bezodbek bitta o'tirib qulayliklarni ko'rsatib qo'ying uka. Xo'p, teddiy material mana. O'tirganda qulaylik bor. Sidenani o'zi kengligi 60 sm mana. Teddiy material, sifat nihoyatda zo'r. Odam mana bemalol o'tirganda, suyanganda mana bemalol yelkalari tegadi. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, yana qanaqa qulayliklari bor buni Bezodbek bitta tushuntirib o'ting. Avvalambor assalomu alaykum. Buni qulayliklari o'tirganda bu sidinalari ham sirasi joyiga qaytadi, o'tirmaydi. Chunki a'lo sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Stollari ham ikkiga ajraydi ularni. Sababi hop, uydagilar ko'proq ayollar bo'ladi uyda, opa-singillarimiz. Shuning uchun qiynalmasligi uchun buni ikkiga ajratib qo'yganmiz, yengilroq qilib. Erkaklarimiz ko'proq ko'chada yumushlar bilan band bo'lganimiz uchun buni ayollarni o'ziga qulayroq qilib qo'yganmiz. Ko'tarib u yoqqa olib, o'zini ishlarini qilaveradi bemalol. Sifatlariga kelsak, hatto mana bu o'tiradigan pufiklari ham Xo'p, mana taglari ham. 100% Taglariga ham e'tibor beringlar. yong'oqdan ishlatilgan bular. Mana har bittasiga e'tibor beringlar. Bunaqalar qo'yilgan har bittasiga mana Adxod narsa ishlatilmaydi bunga. Hamma yo'g'iga отдельный detalini o'ziga yangitdan jilo berib o'zimiz ishlab beramiz. Xo'p, rahmat uka tushuntirish uchun. Endi bu yerda buni narxini aytib o'tib ketamiz. Sirazi komplekt narxi 12 million so'm. 12 million so'm. Xo'p, stolning uzunligi 280, bu tomoni 80 sm, uгологimiz uzunligi 420 bu tomoni 220 bo'ladi. Korpusiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 5 ta korpusli bu. Bu 5 ta korpusli. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. I 4 ta pufiga stollari ichida полный komplekt nabor 12 million so'm. Xo'p, endi bu keyingilariga o'tib boramiz. Mana keyingilari. Bu ham teddiy material, buni razmeri kichikroq, xuddi shu fason. Narxi 7,5 million so'm. Buni uzunligi 320, bu tomoni 220 bo'ladi. Stoli ham o'ziga moslangan. Xo'p, bu yerda 3 xil rasvetka bor. Xullas 3 xil rasvetka bor. Bu yonidan ko'rinishi, mana yonboshdan ko'rinishi. Xo'p, endi hozir Bekzodbek bez mikrofon gapirdi. Shuning uchun ozgina agar past kelgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Harakat qilamiz. Keyingi safar chiroyli qilib mikrofonlar bilan chiroyli qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Bu mana stolimiz ham oynali stol, tagi polkali bo'lgan. Buni ham nihoyatda sifati a'lo. Hamma yo'g'i chiroyli ishlangan. Bunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Nihoyatda go'zal ishlangan. 80, bu tomoni 80 sm, bu tomoni 180 bo'ladi. Xo'p, bunga ham 6-7 odam sig'averadi. Buni ham narxi 7,5 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Xo'p, endi biz keyingisiga o'tamiz. Endi keyingisi mana spalni bo'ladigan uгологimiz. Spalni bo'ladigan, bu tomoni 330 bo'lsa, bu tomoni 210 bo'ladi. Mana spalnilarni ishlovlarini mana Bezodbek ukamiz bizga yordam beradi, ko'rsatadi ishlanish jarayonlarini. Mana yengil harakat bilan kirib ketadi. Mana ikkita pufigi bor. Bitta chiroyli stol qo'yib beraman bunga. Buni narxini hozir 6 milliongacha sotganman, bilasizlar. Hozir stoli bilan 5 millionga qilib beraman. Hozirgi paytda mana shu oylarimizda xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomoni 330, bu tomoni 210. Mana chiqish jarayonlari yengil harakati bilan shunaqa holatga keladi. Xo'p, endi bularimizga bitta narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Buni orqasi manaqa qora pardali material bo'ladi. Shunisiga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, narxi 5 million so'mga bugun qo'yamiz. Kimga nasib qilsa, taklif bizdan, tanlov sizlardan. Bemalol Andijon mebellari Xurshidbek Mebel Uz kanalidan 5 millionga spalni bo'ladigan uгологimizni sotib olsanglar bo'ladi. И plus bitta stol bonusiga qo'shib beramiz albatta. Xo'p, endi keyingisiga. Xo'p, endi
narxi 3 million 200 ming so'm bo'lgan atamanka divanlarimiz bor. Bu qo'llari ajraydi, bilasizlar. Endi hozir ajratib ko'rsata olmayman, chunki Bekzodbek ketib qoldi. Klientga qarayapti. Xo'p, buni tagi mana sandiq bo'ladi mana. Tagi sandiq. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana spalnisi bor. Bemalol mana yengil harakat bilan yopiladi mana. Mo'yishli material. Xo'p, buni razmeri bu tomoni 2.45 bo'lsa, bu tomoni 1.70 bo'ladi. Bemalol bunda ham ikkita odam uxlab dam olsa bo'laveradi. Uyda to'ra burchagiga tushaveradi. Mana qo'llari mexanizmi bor, chiqadi. Mana yonlariga ham e'tibor berib qo'yinglar. Mana rossiyskiy toza mexanizmlardan qo'yilgan. Xo'p, narxi 3 million 200 ming so'm. Bu yerda mana 2 million so'mdan bunaqa divanlarimiz bor. Razmeri 2.30 ga, bu tomoni 80 sm bo'ladi. Ochilganda bu holatda bo'ladi. Xurshidbek Mebeluzda bugun narxi 2 million so'm. Sifat hamma yo'g'iga e'tibor berasizlar. Buni ham nihoyatda go'zal ishlangan. Xo'p, xohlagan rasvetkangizdan tayyorlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz bu yerda. Bu yerda endi hozir mana fasonlarimni ham mana 4 ta pufigi bilan narxini 5 million 200 ming so'm qilib qo'yganman. Bu tomoni 4.30, bu tomoni 2.30 bo'ladi. Pufigi 4 ta. Stoli 90 ga 270. Bu ham uyda to'ra burchagiga tushaveradi. Choklariga mana sifatlariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Razmeri 60 sm. Sijenani o'zini razmeri 60 sm. Bu ham uyda to'ra burchagiga tushaveradi. Bundan ham hozir 3 xil, 4 xil rasvetkamiz bor. Bitta ko'rsataveraman. Narxi 5 million 200 ming so'm. Endi bunisi mana. Bu ham xuddi shundan, faqat rangi bejviy bo'ladi. Plus 3 ta pufigi bor. 3 ta pufigi bilan bo'lsa, narxi 5 million so'm. Xon taxta bo'ladigan stol. Xohlasangiz bunaqa taglari naqshinkor qilib o'yilganlaridan qo'yib beraman, farqi yo'q. Narxi o'zgarmaydi. Puli bitta. Faqat pufigi oshiqcha bo'lsa mana, bu ham bitta narsa. Pufigi bitta oshiqchaligini hisobiga shunda ham 300 ming so'm emas, 200 ming so'm qo'ydik. 5 million 200 ming so'mga buni ham sotib olsanglar bo'ladi. Uyda to'ra burchagiga tushaveradi. Xo'p, aytib o'tganimdek, bugun nihoyatda sifatli narsalarim bor. Bu yerda mana Chester ugaloklarim turibdi. 4.30 ga 2.30 lik. Chester ugalogni doim aytaman. Adashmanglar, Chester ugalog manaqa tortiladi, mana spinkasi bunaqa tortiladi. Shu yerlariga e'tibor beringlar. Burchagi mana 90 gradus bo'ladi. Original Chester faqat o'zimizda mana deb aytayapman. Original Chester ishlovlariga e'tibor beringlar mana. Bunaqa ishlanadi. Orqalari mana, orqalari. Polni orqa ko'rinishi shu. Biron joyda mix, stepler unaqa narsa ko'rmaysizlar. Bu yerda mana moloshnisi bor, mana bejviy deb qo'yamiz. Rosa ko'pchilik yaxshi ko'radi. Uyini aboyiga, gilomlariga tushadi. Mana xon taxta bo'ladigan stol bilan rosa yaxshi ko'radi xalqimiz. Ko'pchilik zakaz qilyapti. Xo'p, bugun buni ham narxini 6 million so'mdan taklif qilamiz. Kim sotib olsa mana stoli albatta ichida. Ko'pchilik mana blogerlar mana video qo'yadi, boshqa qiladi. Stoli boshqa deydi. Bizda stoli ichida. Qanaqasiga stolsiz bu o'zi bo'lmaydi-yu bu. Shuning uchun xotirjam stoli bilan. Bu yerda stoli alohida narx emas. Buni ham mana spinkalariga e'tibor berib qo'yasizlar. Spinkalari mana yonidan ko'rinish. O'ta go'zal mana. Yonidan ko'rinishi mana. Yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar. Mana shunaqa video mana sizlar uchun qilyapmiz. Mana bu ham shu. Seriyasi bor, bejviysi bor. Endi buni bilasizlar, har xil rang qilmaymiz. Mana 5 million 200 minglik bu yerda turibdi mana. 5 million 200 ming so'mlik 4 ta pufigi bor. Mana 2.30 bo'lsa bu yog'i 4.30. Xo'p, endi arzon narsa mana bizda ham bor. Doim mana videoda, mana jonli efirlarda ko'rsataman. Buni ko'rsatmayman. Arzon narsa menda ham bor. Xuddi mana Chester bu ham. Mana xuddi Chester buni ham. Ketgan rasxoti ham bir xil. Faqat bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Bizda misol fabrikamizda
50 ta odam ishlasa, 50 ta odamning hammasini qo'li bir xil emas. Qaysi biridir tekis qiladi, qaysi biri tekis, chiroyli, chotki ish qila olmaydi. Shuning uchun mana menda ham bor bunaqa fason, mana bunaqa orqalari bunaqa bo'ladi. Bor. 3 millionga ham beraman shuni. 3 million so'mga berib yuboraman. Lekin obunachilarga shuni taklif qilmayman. Bunga 10-12 ta odam sig'adi. Sinib qolmaydi, cho'kib qolmaydi. No, lekin sifati zo'r emas. Sifati qanaqa zo'r emas? Ishlovi zo'r emas. Mehnati zo'r emas. Shuning uchun bunaqa narsalar redki chiqib qoladi. Biz misol ishchi olamiz, men qilaman, eplayman deydi, ishchi olamiz. Qiladi, eplolmay qoladi. Chotki chiqara olmaydi. Iloji yo'q. Buni kimgadir sotish kerak, arzon qilib, ziyoniga bo'lsa ham sotamiz. Mana 3 million so'mga bu ham 5 ta korpusli mana. Lekin mana obunachilarga shuni taklif qilmayman, hech qachon ko'rsatmayman-da. Sifatli narsani beray deyman. Sifatli narsa. Bu ham uyni to'rov burchagiga tushaveradi. Agar shu videoni ko'rib, misol sotib olmoqchi bo'lsangiz, sotib olsangiz bo'ladi. Rangi korичневый. Lekin sifati o'ta zo'r emas. Rangi korичневый rangda, lekin sifati zo'r ishlov berilmagan. Shuning uchun 3 million so'mga bugun berib yuboraman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaringlar. Buni ham sinib qolmasligiga, cho'kib qolmasligiga garantiya beraman. Hop, bir dona bor bu. Shu berib yuboraman. Yarimta chesterlarim turibdi bu yerda. 10-12 ta odam sig'adigan, o'ta go'zal bu ham, o'ta sifatli. Buni yonlari ham hamma yo'g'iga qaraysizlar. Sifat o'ta a'lo darajada ishlangan. Yarim chesterlarim ham bugun mana 6 million so'mdan qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqadi. Sotib olsa bo'laveradi. Buni ham mana hozir xohlagan rasvetkangizdan qilib beraman. Buni ham razmeri 230 bo'lsa, bu yog'i 430 bo'ladi. 10-12 ta odam sig'adi bunga ham. Xo'p, ikki xil rasvetka mana. Ishlovlariga e'tibor beringlar. Zo'r, chotki, hamma yo'g'i. Bugun 6 million so'm. Stollari bilan billa, albatta. Polniy, hamma yo'g'i. Xo'p, original chesterlarimni ko'rsatishda davom etyapman. Endi bu yerda mana 3,5 million so'mdan yastali ishlarim bor. Yastali. 220 bu tomoni, 320 bu tomoni. 3 ta pufigi bor. 80 ga 180 stoli. 80 ga 180 stoli bilan birga narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'mga beraman. Mana u chesterima mana turibdi. Buni ham 4 millionga berib yuboraman. 4 millionga stollari bilan berib yuboraman. Lekin bilasizlar, 5 milliondan kam sotmayman buni. 5 milliondan kam sotmayman. Endi bunaqa mana ikkitali stol bilan qo'yib qo'yganimiz bor. Odatda buni bunaqa ikkitali oynali stol bilan sotmaymiz. Original chesterimizni bilasizlar. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Odatda bunaqa sotmaymiz. Endi buni ras ikkitali stol qo'ydikmi, bu tomoniga ham yana bitta pufik qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buni narxi 7,5 million so'm bo'ladi. Narxi 7,5 million so'm. Original chesterim seriyasi bor и moloshnisi bor. Bunga ham bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 3 ta pufigi mana ikkitali stollari bilan birga uyni to'rov burchagiga tushaveradi. Narxi 7,5 million so'm. Bu yerda mana 8,5 million so'mlik, 8,5 million so'mlik Saxalin material, mana e'tibor berib qo'yaylik. E'tibor berib qo'yaylik. Shu esimda borligida ko'rsatib qo'ymasam, Saxalin material o'ta go'zal, o'ta dahshat ishlangan. Xo'p, buni Saxalin material yangi keldi-da, mana kelganiga bir oycha bo'ldi. Mana o'tirsangiz, nihoyatda go'zal-da bu, qulaylikni haqiqatda his qilasiz. Qulaylik kerak menga degan odamlar uchun nihoyatda zo'r material bo'libdi bu. To'g'risi, narxi 8,5 million so'm. Narxi 8,5 million so'm. Mana shu chiroyli high-tech uslubida ishlangan jurnalli stoli bilan birga albatta. Buni ham oyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Polniy mana yog'ochlari sasna, chinor, yong'oq shunaqa narsalar ishlangan. Polniy. Hamma yo'g'i sifatli. Xo'p, yoqqan bo'lsa, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta bitta like bosib qo'yinglar. Endi bu mana holati mana shu Chester ugalogimiz, original Chesterimizni stolsiz holatda turgani. Buni ham ate qo'yib qo'ydim. Nimagaki qanaqa bo'lishini. Bemalol mana 3 ta pufigini yopishtirsangiz, bu yerda uxlagani sharoit bo'ladi. Aytib o'tganimdek, mana original Chesterlarimiz mana rasxotlari qilingan.
Xudo xolisa mana burchaklari yonidan ko'rinishi. Xo'p, choklariga e'tibor beringlar. Bunaqa chok ancha-munchasida yo'q. Ancha-muncha odamda yo'q. Bunaqa chotki turadigan chok yo'q. Orqasi mana, orqalari biron joyda mix stepler ko'rmaysiz mana. Hamma yo'q mana, mang'izlik qilib, chotki qilib, hamma yo'q mana. Orqa ko'rinishlari. Mana bu ichlari mana. Bu yoqdan ko'rinishlari. Xo'p, yoqqan bo'lsa albatta bitta like bosinglar. Xurshidbek Mebel.uz kanaliga a'zo bo'linglar. Albatta yaxshi mebellarni ko'rsatishda davom etaveramiz. Buni ham mana 320 ga 220 lik high-tech modelim. Narxi 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Endi bu yerda mana boshida ko'rsatgan uголовimga keldim. Yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar. Obuna bo'linglar. Andijon mebellari Xurshidbek Mebel.uz kanalidan yaxshi sifatli mebellarni sotib olinglar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.